To'polonchi bolalarning ota-onalari diqqatiga. Farzandim hech jim o'tirmaydi. Bir qarasang devorga chizgan, bir qarasang yugurgan, sakragan, bir nimalarni buzgan deb uni jim o'tirishga majburlamoqchi bo'lsangiz, shu yerda bir zum to'xtang. Men sizga ilmiy asoslangan bir haqiqatni aytaman. 2024-yilda Yaponiyaning Waseda universiteti olimlari bolalar orasida bir tadqiqot o'tkazishdi. Bu tadqiqotning natijasiga ko'ra, bolalar harakatlanayotgan vaqtda ularning prefrontal korteksida qon aylanishi kuchayishi aniqlangan. Miyaning bu qismi bolalarda diqqat, xotira va qaror qabul qilish jarayonlariga javob beradi. 2025-yilda esa Italiyaning 5 ta universitetida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi jamlangan maqola chop etildi va bu maqolada yozilishicha, tadqiqotda 385 nafar bola ishtirok etgan. Bu bolalar harakatlanayotgan vaqtida, ya'ni jismoniy faol vaqtida miyasida neyrotrofik faktor miqdori ortishi, uning ishlab chiqarilishi kuchayishi kuzatilgan. Bu modda miya neyron hujayralarini oziqlantiradi, ularni qo'llab-quvvatlaydi va bir neyronning boshqa bir neyron bilan bog'lanishini rag'batlantiradi. Bu holat esa bolalarda xotira va diqqat kuchayishiga yordam beradi. Qisqa qilib aytganda, bola jismoniy faol vaqtida o'rganish rejimida bo'ladi. Bu rejimni esa aslo to'xtatmaslik kerak. Aksincha, bolaning harakatlarini to'g'ri yo'naltirgan holda uni rag'batlantirish kerak xolos.